Bu dunyo arzimaydi. Men o'sha murojaat qilmoqchiman yurtdoshlarimizga, xususan o'sha show biznes ahliga murojaat qilmoqchiman. Bu dunyo arzimaydi. Uni ortidan yugurishga, bu fanatlanib umuman arzimaydi. Alloh o'zi hidoyat qilsin. Alloh o'zi to'g'ri yo'lga boshlasin. Ayni mana shu Ramazonda shunaqa suhbatlar qilishlik yaxshi. Ramazonda eslatma bo'lishi ani insonga ko'proq ta'sir qiladi deb o'ylayman. Eslatma foyda beradi. O'sha qiyomat kirgan bo'lsa ham qo'lida ko'chat bo'lgan odam eksin degan hadis bor. Qiyomat kirgan paytda ko'chat ekish nima kerak bor deb o'ylashingiz mumkin. Chunki uni mevasini baribir ko'rmaysiz. Bu o'sha yaxshi amallarga, solih amallarga tezlashlikda insonlarni solih amal qilib qolishlik. Natijasini ko'rmasa ham, natijasi bo'ladimi yo'qmi farqi yo'q bu narsani. O'sha amalni qolishlik, chunki hayotdagi eng qimmatbaho narsa vaqt. Alloh taolo vaqtga qasam ichgan. Val asr. Vaqtga qasam deb qasam ichgan. Innal insana lafi xusr. Insoniyat ziyonda. Nimaga ziyonda? Chunki eng qimmatbaho narsasini behudaga o'tkazib qo'ydi. Zoya qilib qo'ydi. Shunda umr berildi. O'sha umrdan, imkoniyatdan foydalana olmadi. Zoya qilib qo'ydi. Shuning uchun vaqtga qasam ichilib keyin ketidan zoya qildi. Kim zoya qilmadi desa, iymon keltirganlar zoya qilmadi. Solih amal qilganlar zoya qilmadi. Bir-birlarini haqqa chaqirganlar zoya qilmadi. Bir-birlarini sabrga chaqirganlar zoya qilmadi. Mana shular yutuqqa erishganlar, mana shular.